Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bütün dünyanın her qaysı joylaridagi Uyg'ur tilini anglab tushunadigan qadrli qarindoshlarım, hammalariningki mushu vaqti xayrli bo'lsin va buningdan keyingi vaqti bu dunyolik va u dunyoligi ikki olamniki xayrli bo'lsin qadrli qarindoshlar. Bugungi faaliyetlerimiz naiti aldıraş ötken buldu qadrli qarindoshlar. Ettiğinin yankısı şu yeni kitapninki yani Kur'an'a göre İslam nime degan bunu kitapninki neşriyat işleri üçün yani bandrol deydigan narsa var. Ma kitapni aqs qarasanlar üstüdeki yaltarak neyse adette bandrol deb atıldı Türkiye'de. Bu şu ISP numarını algan hem de besilip çıkış aldı da şu matbaadan çıkış aldı da bunu şu biz kitapninki yazuvchisi bilen kaleme doğruluk bir nemi imzalaymiz sözleşme yani toxtam şu toxtamni imzalatqandan keyin onundan keyin matbaadan alınan xat var. Onundan başqa eğer bu tercüme eser olsa tercümen bilen qılğan sözleşme yani toxtam buluşu gerek. Onundan keyin şirketninki ahvali qatarlıq nurgun nəslə ketidu şirketning egisinin imzası degandek. Şoňa qançalik kitap besilidu, siz buningdan neçilik alysiz, şunun hammasini pulni to'lab bo'lgandan keyin bankaga talab qilingan bir qancha xil hujjatlar bor. Shularni tayyorlab, shu materiallarni tayyorlab bo'lgandan keyin, onundan keyin bizning qo'limizga shu chaplaydigan narsani berdi. Biz uni basma zavodga bergandan keyin bizning nashriyatdan chiqadi. Agar shu narsa bo'lmay qolsa kitapda, o kitaplarni boshqa bir yerga yo'tkab opirishmi qonunga xilof hem setilishimi degandek. Şonlaşqa şu işler bilen aldıraşıp ketdik. Bugün ülgüremedik inşallah şu bandrolunu elip tercüman bilen boğan sözleşmeyini Batur Qaraqallı qarinishimiz tercüme qilgan. Şunun bilen qildigan toxtam ne ep boğandikin imzasını onundan keyin şu bandrol degan narsani kültür ve turizm bakanlığı deydi yani seyahatçilik ve kültür ve seyahatçilik ministerliğinden alınan gep kadarlı qarindoshlar. ISP'nin numarasını zaten xalqara ISP'nin ajansı deydigan yeva kitaplarga numar berildigan. Şu kitapninki şekli, ölçümü, qancha betkelligi, kimning yazganligi, bunu buningki betchikligini qilganligi, shunga aloqador nurg'ulagan ma'lumotlarni, undan keyin shuni talab qilgan odam cho'qim ya shu shirkat ya bo'lmasa shaxsiy yozuvchi ya bo'lmasa shu shirkatninki cho'qim nashriyat ruxsati bo'lishi kerak qadrli qarindoshlar. İnşallah bu kitap patiqında sizler bilen yüz görüşüdü. Siz Kur'an'dan bu sualını sorup baktınız mı? İslam neme degen bu kitapның muqavimisi bu. Ama içideki mezmun sizler bilen neç gün yankısı torda, moşunda tordan ibaret bir nimetninki mendaq yaxşı tərəbəlin paydalanıb biz sizler bilen birlikte bunu ügünüvatımız bizden hayatımızda naiti çoğun özgürlüklerini epkegen kallamızda açkan kitap. Şonlaşqa sizler bilen paylaşıvatımız qadrli qarindoshlar. Bayatın bir qarindoshimiz soraptı. Yani Kur'an'a göre İslam neme degen gap deb onu ayrım kiriş sözünü çıkarıp koydum yerden okuasım buludu. Onundan başka yani Kur'an'a göre degen gap başka hiç qandaq bir mezhepning yoki bo'lmasa ma'lum bir nimeninki
fiqhning yoki bo'lmasa ma'lum bir usulning nimasiga ma'lum bir fiqhiy ko'z qarashlarninki ta'sirida qilib qolmasdan Allohning kitobi bo'lgan ichida hech qanday shak shubha bo'lmagan faqat birli kitob dunyodagi olamdagi Alloh shundoq deydi Qur'oni Karimda. Shu Qur'onga asosan shaydan izlab shunga asosan so'ralgan savollarga berilgan javoblardan tashkil topgan bir kitob bo'lg'achqa Qur'onga ko'ra islom nima? Uningdan boshqa Qur'onga ko'ra asmoi husna, ya'ni hadislarga, rivoyatlarga asosan emas, Qur'ondagi Alloh subhanahu taolaning o'zi ko'rsatib bergan 99 asmosiga oid asmoi husna, ya'ni Allohning go'zal ismlariga oid tafsirimi bor. Inshaalloh uni tarjima qilib Uyg'ur xalqimizga biz Uyg'ur bo'lib apirdi qildi bizni Alloh subhanahu taolo, ya'ni her xil millatdan, her xil tildan yaratılışı insoniyatninki omu şu asmallar tağlarga o'xshash, gülgiyalarga o'xshash, rang-rang chechaklarga o'xshash omu bir oyat qadrli qarindoshlar. Shunlashqa biz Uyg'ur bo'lib qolganligimizdan numus qiladigan yoki bo'lmasa Uyg'ur uchun bir ish qilsak, biz jahannamga shuqmay kirib ketamiz, millatchilik qilib soldik deydiganlardan emas. Milletni suyish yaxshi ish, ammo millatchilik qilish, ya'ni Uyg'ur millati har qanday millatdan ustun deydigan Yahudilarning ko'z qarashiga o'xshash butkul dunyo insonlari Yahudilarning quli deganga o'xshash yoki bo'lmasa hammadan ustun irq Uyg'ur millati yoki bo'lmasa Xanzu, Xitoy yoki bo'lmasa Alman, Nemis yoki bo'lmasa Yapon millati deydigan yoki Turk millati deydigan bu xil ahvolni Alloh subhanahu taolo cheklagan. Shunlashqa biz millatimizni yaxshi ko'ramiz, millatimizga xizmat qilish uchun tirishayotimiz inshaalloh taolo. Bugun qadrli qarindoshlar Turkiyada Qandil kechisi deydigan Baroat. Vatanda Baroat kechisi tunaytdik, uni o'qimaydik qanday ish ekanligini. Keyin biz iymon etib haqiqiy besh namozni boshlagandan keyin Baroat kechisi to'g'riliq ba'zi an'anaviy islomdagi ko'z qarashlar bo'yicha tunaydigan yoki masjidlarda namozni necha yuz rakat namoz o'qiydigan ayda ishlar bor ekan. Hatto biz o'choqlarda yosh vaqtimizda hatto masjidning imomlari bilan biz o'choqda vahobizmninki ta'siriga uchragan. Shunlashqa o'choqdami ya'ni nima desak bo'ladi endi vahobizm sufizmninki panzahiri desak yoki bo'lmasa vahobizm sufizmga qarshi, sufizm vahobizmga qarshi deydigan bir nuqtalar var endi-ku. Tamamen unda bo'lib ketmasimi, ammo vahobiy qarindoshlarimiz nima deydi shu shirkdan qutulamiz deydi. Ya'ni shirk e'tiqodini qilganlar mushriklardir deydi. So'pi qarindoshlarimiz vahobiylarni ezib ketganlar deydi. Biz u talash tortishlarga kirmayli. Biz o'ttir yo'l tutgan, ya'ni Qur'oni Karim sirotil mustaqim bo'lgan mush yo'l bo'yicha mangan chaqda inshaalloh hech qayerga qayib ketmaymiz. Shunga bu kitobning ismi Qur'onga ko'ra islom nima degan kitob. Endi bu kitobning islom va iymon asoslari degan bo'limida biz oldingi soatlari islom nima, musulmon kim, nimalar islom emas, islomning Hazreti Muhammad bilan boshlanmaganligi to'g'rimi, kishi qanday qilganda musulmon bo'ladi, islomda din nimani ko'rsatadi, dinning maqsadi nima, iymon va mu'min nima deganlik bo'ladi, Qur'onda iymon asoslari qaysilar, Alloh kim, Alloh kalimasining ma'nosi nima, Yahudi va Xristian e'tiqodidagi iloh tushunchasi bilan Qur'ondagi iloh tushunchasi orasida qanday farqlar bor, Qur'on Allohni qanday sifatlaydi, onun Qur'ondagi ba'zi sifatlari qaysi,
tevhid degan nima? Tevhid itiqadi bilan Hristiyanlıqdaki teslis dogmachilik arasida qandaq farq bor? İslamda insanın Allah'a bende bo'lishi nima ma'nolarni ifodalaydi degan savollarga Qur'on Kerim bo'yicha berilgan javoblarni bir qator o'rganib o'tdik. Endi bugungi bu 4-cü Facebook Qur'on halkımız, yani Qur'onga ko'ra islom nima degan Facebook Qur'on halkımızda farishtalarga iymon etishning mohiyati nima? İslamda farishta tushunchasi qandoq? Qur'onda shayton kim? Kitaplarga iymon nimani ko'rsatadi degan mazmunni o'rganib o'tamiz. Undan keyin 5-ci dersimizde vahiyning mohiyati nima? Vahiy qaysi shaklda keladi? Vahiyning maqsadi nima? Vahiyning real hayotdagi qimmati nima? Onun için qurbatimiz yetsa, mushularni o'rganib o'tsak, onun için Qur'on nimani ko'rsatadi? Qur'on qanday kitob? Qur'on ana temi jihatdan nimalarni o'z ichiga olgan? Qur'on nima uchun bir temidan yana bir temiga atlaydi? Qur'on Allohning so'zimi degan mazmunni birlikda o'rganib o'tishimiz mumkin. Eğer Allah subhanahu taala şu vaqtgacha ömrümüzde bersa. Bugün şu Kandil kechasida men avtobusda, metrobusda dersimden yeni Bosna'da İSMEK kursu qatnashyapman. İSMEK Türkiye'deki yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ninki ömür boyu eğitim, yani ömür boyu öğreniş, yani ma'arif degan bir mektebi. Bunun da özümüz tizimletip internet orqali haqsiz derslerini alalaymiz. Adeti sirti necha ming liraga algan dersni u yerda haqsiz olamiz. Men şu InDesign, yani grafik, yayın grafiki deydigan asosan matbuotlarni alaqadar grafik, yani şu bet tuzadigan, kitap jurnallarni betlerini yasaydigan, loyihalaydigan aşu bir kesip, onu şu InDesign, Adobe'den InDesign degan programda loyihalaydiganmiz. Aşu kursga bağlan, yani yanıp kelishimde avtobusdamdi. Bir anlap bakay deb radyonu açsam, şu Cübbeli Ahmet'ninki sözlügen şu Ramazan Kandil to'g'ri, yani nima? Barat Kandili to'g'riliq, barat kechasininki şan şöhrati, o chaqdagi ba'zi ibodatlar, yani bularning hammasi o'ydirib chiqilgan, keyin hamda bidat deb qaralgan. Olimlarning to'lisi shunday qaraydi, shunday ibodatlarni, yani Sure İhlasni 1000 qatim o'qish, yani bir rekatta 20 okusu 50 rekat namaz kılış degandek aşındak sepseteler var. Bunun da nime deyilse, muşu küçüsü bir adamның bir yıllık kaderi, yani Lavhul Mahfuz içilip şu adamninki pişanısı bütildiğin neyse yazılıdı. Eğer şu akşamın yaxşı dua kılıp alsan, duayın icabet buludu deydiğin muşundak şirik menda itiqadlar var. Nemiş ki desenler, Allah'ın makan ve zaman bilen hiç qanday alakası yok. Allah bizge her zaman yakın. Men sizlerinin giren tomurunlardan yakın derdik. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ola sen men to'g'riliq so'rasa aytqin ki men ularninki can tomurundan yakınman. O'ttirda hech qanday bir vositachi talab qilmaydi Allah subhanahu taala. Yani menden tilison icabet kılman deyin. Yani menden mandaq vaqtida tilison andaq chaqda icabet kılman demigen Allah subhanahu taala. Çünkü Allah subhanahu taala biz ayetel kursunu okusak bilimiz ki aldığımız saatte öğrenip öttük. Allah qandaq Allah ekanligini, her zaman tirik, her zaman uxlab qalmaydi, hirib qalmaydi, charchab qalmaydi.
Biz qandaqlı vaqtda qaysi minut qaysi daqiqada Allohdan tilesek, o tilekimizni ijobat qilishga her zaman hazır. Şunlaş qadarlı qarindoshlar, o xil səfsətlərinin nədən kelganligini obdan bilmisek, Qur'oni Kerimni yaxshi o'rganmasak, Allah subhanahu taolani biz Qur'oni Kerimdan o'zini o'rgatgandek o'rganmasak, işimiz çatak. Şoňa Qur'onga ko'ra islom nima? Unda olsa bu qanchinchi bet ekan desa, farishtalarga iymon aytishning mohiyati nima degan 28 bet ekan. Shu 28 betni ochqinimizda dersimizni davom qilib ketimiz, qadrli qarindoshlar. Farishtalarga iymon etishning mohiyati nima degan savolga Qur'ondan mana javob topibdi. Farishtalarga iymonning mohiyati tuvandagi 3 nuqtani o'z ichiga oladi. Birinchi, mavjudiyatning faqat 5 sezgu a'zolarimiz bilan kuzatish va his qilish yo'li orqali bilganlarimiz bilanla cheklanib qolmaydiganligidan iborat haqiqatni qabul qilish. Ikkinchi, mavjudiyatning inson idrokidan hal qilgan bir tarafining borligini e'tirof qilish. Uchinchi, shay'larning bizga ko'ringan taraflaridan boshqa biz ko'rolmagan taraflarining borligidan iborat haqiqatni qabul qilish. Ya'ni farishtaga iymon etishning mohiyati mana shunday ekan. Undan boshqa islomda farishta tushunchasi qandoq debdi. Farishta deyilganda aqlimizga eng boshda vahiy farishtasi Jibril keladi. Jibrilning vazifasi Allohdan olgan vahiyni elchilarga shu peti yetkazib berish. Vahiy farishtasi vahiyning metafizikalik manbasi bo'lgan muhofazat qilingan kart, ya'ni lavhul mahfuz bilan vahiy olg'uchi elchilar o'ttirisidagi vosita. Qur'onni Muhammad alayhissalomga vahiy farishtasi Jibril elib kelgan. Onunğa 2 qatim asli holatida ko'rgan. Najm 5 va 18 oyat. Farishtalar Allohga shartsiz itoat qiladigan maxluqlardir. Qur'ondagi farishta tuqum Allohning xohlagan vaqtda shay'iga mudohala qilgan fiziki mavjudiyatning metafizik kodlarimi kirdi. Bularni yaratilgan shay'larning mingisi asti tutush, saqlash o'rni karti deb tushunsakmi bo'ladi. Koinotda ko'ringan va ko'rinmagan, irodalik va irodasiz mavjudiyatlar tava bo'lgan ilohiy matematika bu menga saqlag'ich yoki kart orqali xizmat qiladi. Farishtalarning Qur'onda qat'iy o'zgarmaydiganligi va buzilmaydiganligi takrar qayd qilingan ilohiy qonuniyatning ismi bo'lgan Sünnetullohning ijro qilinishida rol olgan. Mohiyati bizga to'liq ma'lum bo'lmagan maxluqlarga o'xshaydigan bir tarafi bor. Yani biz farishta degan chig'imizda kallamizga qanotlik farishtalar siz bilingan yoki bo'lmasa filmlarda chiqadigan farishtalar keladi. Lekin Alloh subhanahu taolo ularni Sünnetullohni ijro qilinishida rol olgan. Yani farishtalarning Qur'onda qat'iy o'zgarmaydiganlik va buzilmaydiganligi takrar qayd qilingan ilohiy qonuniyatning ismi bo'lgan Sünnetulloh. Sünnetulloh desak, yani cho'chib ketishi mumkin ba'zilar, ammo Qur'onda Sünnetulloh deb bor. Shunga biz sunnatni inkor qilmaymiz, qadrli qarindoshlar. Payg'ambar alayhisolamning sunnatimi Qur'onning
icrasından başqa bir narsa emas. Rol algan mahiyeti bizga to'liq ma'lum bo'lmagan maxluqlarga o'xshaydigan bir tarafi bor debdi. Ya'ni islomda farishta tushunchasi qandoq degan savolga javob bu. Endi kelayli Qur'onda shayton kim? Qur'onda shayton ya'ni iblis Allohning raqibi emas. Allohga asi bo'lgan gunohkor bandadir. Qur'onda bayon qilingan Odam va iblis qissalarida chiqqan natija shu. Odammo, shaytonmo Allohning amriga asi bo'ldi va gunohkor bo'ldi. Taha 121-oyat. Lekin Odam gunohini tunib, mag'firat tilidi va qabul bo'ldi. Baqara 37-oyat. İblis boyun tavla qildi ve ilahi rahmetten qo'g'landi. Araf 12. ayet. Yani şeytan bo'ldi. Şeytan Allah'ның Allah ekanligini biladi. İtiraf qiladi ve ulug' ekanligiga iman etadi. Enfal 48. ayet. Allah insanның öz cinsini yatlaştırmasın ve şeytanlaştırmasın deb şeytanның kıyametkici mevcut buluşuğa ruhsat qilgan. Şeytanның mevcut bulup duruş sebebi insanның öz cinsini yatlaştırışının aldığını eliş üçündür. Çünkü insanның aciz tarafları var. Bu acizliklar insanın üstüne kılgan artıqçılıklarının əks təsiri əslində. İnsanın acizliklarının birisi özüge düşman kılıdığan birisini izlişi bulup, şeytan insan üçün hakiki bir özgüdür. Şeytanın bar bulup turuşu bilen Allah insanga şunundan bişaret buyurdu. Ey insan! Sen çokum birini üzenge yatlaştırmakçı, yani düşman tutmakçı bolsan, ondaqda şeytanını üzenge yat körgün. Çünkü şeytan insanın ap-aşkare düşmeni. Bakara 168. ayet. Yani aduvun mubin deb çıkıdı. Vahiy, şeytanın mesuliyet tuyusuga ega aktif akıl, irade ve vicdanıga ega insonga qarata hech qandaq ta'sirdan bo'lmaydiganligini, ya'ni nupuzi ostiga ololmaydiganligini bayon qiladi. Isra 65. oyat. Şeytanning insonga qarshi ishlatadigan birdan bir kuchi insonning o'z irodasidan şeytanga bergan kuch bo'lib, bu sebepten şeytanның ta'siri ostiga kirgan bir kishi şeytanni emas, o'zini ayblishi kerak. O kishi aql, irade ve vicdanını vahiy bilan aktif tutishning o'rniga passiv tutganligining bedelini öteydi. Zuhruf 36. ayet. Onun şeytanga aldırışı özü üçün bir bahane bulalmaydı. İbrahim 22. ayet. No excuse. Kitaplarga iman nimini körüstüdü depti. Şeytanı bir qatar tonuğan bulduk qadarli qarindoshlar. Aşu ayetlerini geçip okusak şeytanның abdi beşrisi ap aşkara buladı. Kitaplarga iman nimini körüstüdü? Kitaplarga iman insaniyet tarixi boyunca Allah'tan kelgen bütün vahiylerge iman etişini öz içine alıdı. Bir insan Tevrat, İncil ve Kur'an'ı öz içine algan barlık vahiylerge iman etmeyi turup hakiki bir Müslüman bulalmaydı. Bir Müslümanın Muhammed Aleyhisselam'a evetilgen vahiyge iman etişi iman şartlarından biri bolğanıdek İbrahim, Musa ve İsa Aleyhisselam qatarlıq
barliq elchilarga nazil qilingan vahiyga iman etishimi iman shartlaridan biridir. Qur'ondan ilgirki kitoblarning asli nusxasining bizga yetib kelmaganligi tarixiy bir haqiqat. Ularning ichidagi ilohiy vahiylar vaqtning o'tishiga ergishib, buzg'unchilikqa uchrab, o'zgartib etilgan. Qur'on ulardan ba'zi qismlarni naql qiladi. Maida 32, 45 oyat, Anbiya 105 oyat, A'la 14 ve 19 oyatlar. Qur'on o'zini ilgili kitoblardan kunimizgacha yetib kelgan haqiqatlarni ko'rsatadigan o'lcham sifatida tunishtirildi. Maida 48 oyat. İlgili kitoblardan qolganlarning to'g'ri yoki xato ekanligini tekshirishning birdan bir yo'li ularni Qur'onga selishtir, Qur'onning elgikidan o'tkazishdir. Agar Qur'on tasdiqlasa, uning Allohdan kelgan shaklda saqlanganligiga iymon etishga bo'ladi. Agar tasdiqlamasa, uning vaqtning o'tishi bilan buzg'unchilikqa uchragan vahiylardan ekanligini bilib olg'ili bo'ladi. Allah bizga deydi o burunqi kitoblarni tasdiq qiladigan kitob deb. Shunlashqa kitoblarga iymon nimani ko'rsatadi degan chaqda mushu mazmun bo'yicha bilib olsak bo'ladigan qadrli qarindoshlar. Endi vahiyning mohiyati nima deganni men o'qib o'tib, shuning bilan bugungi darsimizni mishada oyoqlashtirgan bo'lamiz. Vahiyning mohiyati nima? Vahiy bir xabarni so'z shaklida bo'lmagan yushurin va tiz shaklida xitob qilinuvchiga yetkazish degan ma'noni bildiradi. Vahiy Allohning insonlar bilan so'zlashishidir. Vahiy insondan Alloh huzuriga ko'tarilgan duoning Allohdan insonga nozil qilingan doimiy javobidir. Vahiy abadiy haqiqatning fani bilan bog'lanishidir. Vahiy boqiy bo'lgan Allohning vaqtliq ajali bo'lgan insonga ko'ngil bo'lganligidir. Vahiy insonning foydalanish kitobi bo'lib, bir narsaning foydalanish kitobini eng yaxshi shaklda yozuvchi uning ijodkoridir. İnsonni yaratgan ve onun foydalanish kitobini avatib berguvchi Allohdir. Vahiy yangidan barpo qilish maqsad qilingan ilohiy bir plan, proje, loyiha bo'lib, insonni yer yuzida yaratilish g'oyasiga mos shaklda bir hayot barpo qilsin degan maqsadda tushuncha nuqtasidan yangidan shakllantirdi. Vahiy insonni tuvandagi 4 shaklda qaytadan shakllantirdi. Birinchi, hukmlari bilan tasavvurni, ikkinchi, tavsiyalari bilan aqlni, uchinchi, o'rnaklari bilan xarakterni, to'rtinchi, bir butun gavdasi bilan hayotni qaytadan shakllantirdi. Qadrli qarindoshlar, bugungi Qur'onga ko'ra islom nima degan kitobdan o'rganib o'tganlarimiz bu kitobning muqovasiga qarablam bahoni berib o'tgan qarindoshlarimizga bu kitobning ichinimi tavsiya qilamiz. Ya'ni boshqa xanzuman, ya'ni xitoycha tilda o'qigan, material ko'radigan qarindoshlarimizga Gulanjing Shijaosha Shimasha Yisilan degan muni kitobni tavsiya qilamiz qadrli qarindoshlar. Unda bo'lsa qandiliniz Qur'on muborak bo'lsin deb bir narsa chiqarib qo'ygandim. Yana inshaalloh Qur'onga ergashsak biz jahannamdan baroat bo'lamiz. Ya'ni inshaalloh qutulamiz. Inshaalloh Qur'on jannatlarga vasila bo'lg'ay. Baroat
Qur'on bilan bo'lg'ay. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning o'ziga omonat bo'lg'aysizlar. İnşallah. Bugün sel keçip kaldı şunda olsuma bu dersini kılmay uykum kemmeyden okşaydı. Şunlaşkı bunu kılıp ettim. Bazı kemçiliklerim, hatalıklarım boğan bolsa tüzütüp anlıgaysıyla, tanışıgaysıyla kadirli kırındaşlar. İnşallah əyətə kolbumuz yetse 5. dersimizde devam kılımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatuh. Allah'a amanet boğaysıyla biz üçünmü dua qilib qo'ygaysizlar. Qarindoshlarning g'ayibdan qilgan duolari ijobet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.